Shirinliklari hech ham o'xshab chiqmaydigan yoki shirinlik tayyorlashni yoqtirmaydigan kelinlar ekranga yaqinroq keladi. Tog'orachaga unni elab, razrifli zir solib, sariyog' qo'shib urib olib, 2 ta tuxum, 4 osh qoshiq shakar, 200 gramm smetana qo'shib xamir qorib olasizlar. Xamirni ikkiga bo'lib, xolodilnikka olib qo'yasizlar. Muzxonada qattiq bo'lib qotgan xamirimizni qirg'ichda listga chiqarib, pechga qo'yasizlar va qarab turasizlar. Sababi tez qizarib ketishi mumkin. Keyin elitni mazali varyonniy molokolarini qo'shib, maydalangan yong'oqlarni qo'shib, aralashtirib, maydalab, qolipga solib, chumoli uyi tortini tayyorlasanglar bo'ladi. Shunaqa oson retseptni tayyorlamasanglar, endi ham narsam o'xshamaydi, tayyorlagim kelmaydi deb o'tirsanglar, uyat bo'ladi. Shunaqa retseptda oson, ketadigan masalliqlar ham kam, tayyorlanishi ham oson. Videoda hammasini birin-ketinlik bilan ko'rsatganman. Albatta tayyorlab ko'ringlar, faqat bunda sizlarga elitni mazali varyonniy molokolar to'g'ri keladi. Sababi narxlari ham hamyonbop, pishiruvchilar uchun ham qulay, sababi katta paketlarda ishlab chiqarilgan va barakali. Asosiysi qirg'ichdan chiqarib pishirayotganingizda bir qator qilib listga solinglar va qizartirib pishirsanglar mazali bo'lib chiqadi. Oppoq bo'lib qolganda issiq choylar bilan ichadigan mazali shirinlik bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.